Assalomu alaykum. Hamid Power'ning YouTube kanalidagi obunachilari. Ayni damda men Olmaliq shahrida yangi ochilgan Halal Olmaliq avtosaloniga tashrif buyurdim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz barcha savollaringizga javob topasiz. Mashinani qanday turlari mavjud? Bo'lib to'lash shartlari. Videoni oxirigacha bizga hamroh bo'ladi menejerimiz Shohruz. Assalomu alaykum. Hamid aka. Menga va obunachilarimga qiziq bo'lgan savollar. Mashinani qanday turlari mavjud? Bo'lib to'lash shartlari. Shular haqida batafsil ma'lumot berasiz. Hamid aka, avvalambor Halal Olmaliq avtosaloniga xush kelibsiz aka. Hamid aka, qarang, sizga aytadigan bo'lsam, halal so'zi nima ma'noni anglatadi aka? Halal so'zi I have bo'lib, ya'ni menda hammasi bor, menda hammasi mavjud degan ma'noni anglatadi. Halal brend aka, dunyoda o'z o'rnini olgan brendlardan bittasi bo'ladi. Hozirgi kunda Rossiyada top prodajalarda ketayotgan bittasi. Biz O'zbekistonga ham kirib kelgan, yaqinda kirib kelgan model. Hozirgi kunda biz O'zbekistonda eng top prodajada bo'layotganlar aka, Julion, M6, Dargo modellari hisoblanadi aka. Siz bilan hozir birma-bir hammasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi modelimiz Julion modeliga kelib to'xtaladigan bo'lsak, aka, sizga polni texnik xarakteristikasini tanishtirib beraman. Video davomida aka oila to'lovlari, to'lov usuli bilan tanishtirib chiqaman. Julion modeli 143 ta ot kuchi, 1.5 turbina bo'ladi, motor germanskiy bo'ladi. Faralarga keladigan bo'lsak, faralari LED faralar, proyeksiyali faralar bo'ladi aka. Oldin-orda adusovkalarni ko'rsangiz aka, ancha dizayni chiroyli ishlab qo'ygan Xitoy modeli bo'ladi. Hamid aka, siz bilan keling aka, endi balon qismini ko'rib chiqamiz aka. Balonlar 18 quyma littrli diska bo'ladi aka. Tormoz tizimiga keladigan bo'lsak, tormoz tizimi ABS, ya'ni diskoy, bunda baraman bo'lmaydi. Keling Hamid aka, siz bilan yana salon qismiga tashrif buyuramiz. Qarang, ko'rishib turganingizdek, bunda 360 kameralari mavjud. Eshik ruchkasi beskuchli do'stlar ham bor. Ko'p mashinalarda beskuchli do'stlar hozirgi kunda knopkali bo'lib ketgan. Bularga keladigan bo'lsak, bularda hammasi sensorli bo'ladi. Keling, mana salonimizga o'tamiz. Eshikdagi qulayliklar bilan tanishib chiqamiz. Eshigimizga Hamid aka ko'rib turganingizdek, yaxshi qo'shimcha mahsulotlar ishlatilgan, hattoki salon podsvetkalari ham mavjud. Hamid aka, keling siz bilan endi salon qismini ko'rib, batafsil tanishib chiqamiz. Hamid aka, mana siz bilan salon qismiga ham keldik aka. Rullarimiz ko'rib turganingizdek yumshoq qo'shiqlar bilan ishlatilgan aka. Rullar elektronika, gidravlika emas, ya'ni elektronika bilasiz, gidravlikadan yumshoqroq bo'ladi. Monitorlarimiz, rullarimizda multirul hisoblanadi. Hamma funksiyalar rulda mavjud. Hattoki голосовой управлениялari ham bor rulda. Skorsimizga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda ko'p modellarda richak bo'ladigan bo'lsa, bularda hozirgi kunda zamonaviy, shaybali dizaynli skorslar ishlatilgan. Besprovodniy zaryadkalari bor. Rushniklar elektronika bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p modellar o'sha elektronikaga o'tyapti. Qo'l rushnik tormozlaridan voz kechgan. Avtohold funksiyalari, undan tashqari bular rejimlari bor. Sport, eko, normal, ko'p funksiyalar. Sideniyalar abduf, abagrev funksiyalari ham bor. Konditsionerlari anchagina kuchli. Ko'rib turganingizdek, mana boyani eshikda aytib o'tganimdek, bularda salon ichida ham ashshinalari bor. Monitorlarni ko'rsangiz bo'ladi Hamid aka. 360 kameralari ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, polnistda sizga hamma ma'lumotni berib turadi. Old-orqa partroniklari ham mavjud. Tomda lyuklarimiz panorama lyuk. Ko'pchilik hozir modellarda ozgina kichkina lyuk qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bularda ayniqsa panorama katta lyuk bilan jihozlangan. Hamid aka, ko'rib turganingizdek, mashinamiz start-stop bilan jihozlangan. Oldingidagi ko'p modellardagi kaltni zavod qilinmaydi. Bular hozirgi kunda start-stop bilan zavod bo'ladi aka. Bunga qara, bu start-stop bo'ladigan bo'lsa, buni o'zini komplektda kalti bo'ladimi? Na, albatta kaltlari bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek aka, o'zini ikkita kalti chiqadi. Buni mana bunday qilib o'zini kaltini ham chiqarsangiz bo'ladi aka. Ko'rib turganingizdek. Shahar ichida qancha rasxod qilyapti? Shahar ichiga keladigan bo'lsak aka, kitobida yozilgani 7 litr, 8 litr atrofi bo'ladi. Lekin klientlarimiz hozirgi kunda mashina obkatkadan chiqqandan keyin 6 tagacha rasxod qilyapti ekan. Benzin sifatiga haydashga bog'liq ekan. Metan qo'ysa bo'ladimi buni? Metan qo'ysa bo'lmaydi, tavsiya bermayman Hamid aka. Hozirgi kunda benzin sifati ancha yaxshi yoki propan qo'ysangiz bo'ladi. Propan yoki benzinda o'zida harakatlansangiz bo'ladi, lekin 6 litr rasxod qilayotgan vaqtda propan ham shart deb o'ylamayman. Benzinda o'zida harakatlangan yaxshi. Menimcha bu yerdagi ma'lumotlar tushunarli bo'ldi. Bagaj qismiga o'tsak bo'ladi. Bo'ldi aka. Keling endi siz bilan orqa tarafdagi bagaj qismini ko'rib chiqamiz. Hamid aka, mashinamiz orqa qismiga keladigan bo'lsak, shu o'rinni aytib o'tib ketishim kerak. Baki aka 55 talik bo'ladi. 55 litr yoqilg'i ketadi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak aka, orqa faralari ham LED optika bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ancha zamonaviy, chiroyli dizayn bilan ishlangan. Orqa partronik, orqa dvorniklari ham mavjud aka. Siz bilan endi bagajini ko'ramiz aka. Bagaj qismi aka anchagina keng, ko'p narsa ortsangiz bo'ladi. 560 litr hajmga ega bo'ladi. Zapaskalarni ko'rsangiz bo'ladi, o'zini damqarat qiluvchilar bilan birgalikda bo'ladi aka. Narxlar bo'yicha ma'lumot ber. Bo'ldi aka, narxlari bularning 3 ta paysan narxi 280 milliondan 330 million so'mgacha bo'ladi. Hozirgi kunda bizda to'lov usullari naqd, рассрочка, avtokredit, lizing, перечисленiyalari ham bor.
ko'pchilik kutgan rastrojkaga oladigan bo'lsa, boshlang'ich 30%, ya'ni 84 million bilan oladigan bo'lsa, 1 yilgacha rastrojkalari bor. Lizingda boshlang'ich 15% bilan 60 oygacha mashinani xarid qilib olsa bo'ladi. Men qarangin, lizing deganingga xalq lizingdan cho'chib qolgan. Yo'q, aka, lizingda hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. To'g'ri, ko'p firmalar yopilib ketgan, ko'p firma nomiga chiqqanda yopilib ketgan. Bizda unaqa emas. Bizda Fincom firma bilan ishlaymiz. Fincom firma bu havolni o'zini ichki firmasi hisoblanadi. Hammasi bizda, misol uchun siz chornida bo'lsangiz ham, nomingizda kreditingiz bo'lsa, yosh chegarangiz 60 dan oshgan bo'lsa ham sizga hech qaysi banklar bermaydi. Lizing yana afzallik tarafi, sizda hech qanaqa rasmiy daromad so'ramaydi. Yana bir qulaylik tarafi 3 tomonlama notarius shartnomasi bo'ladi siz bilan. Qanaqa bo'ladi u? Siz Fincom Haval o'rtasida 3 tomonlama shartnoma bo'ladi. Bu страховка sifatida shartnoma qilinadi. Deylik, yana bir qulaylik tarafi lizingda siz через bank chiqarganingizdan keyin oylik to'lovingiz kechikadigan bo'lsa, penya tug'adi, to'g'rimi? Lizingda oylik to'lovingiz kechikkan kuniga penya tug'maydi. Kredit tarixi umuman qaralmaydi. Yo'q, lizingda hech qanaqa kredit tarixi qaralmaydi. Mayli. Bilishim bo'yicha Haval Olmaliqda eng arzon mashina shu. Yo'q, bu emas. Bundan ham tashqari yana bu yoqda M6 modelimiz bor. Bundan ham arzonroq varianti bo'ladi. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Sizga aytgan eng arzon modellarimizdan bittasi mana shu bo'ladi. M6. Bu Juliondan ham arzonroq. Hozirgi kunda O'zbekistonda top продажада bo'layotgan modellarimizdan bittasi bo'ladi. Narxi qancha buni? 250 milliondan boshlanadi. Tushunishim bo'yicha bu Tracker'lar raqobatchi. Yo'q, raqobatchisi deya olmayman-ku. Bu u bilan konkurent bo'la oladigan mashina modellardan bittasi bo'ladi. Bitta savol, nimaga Tracker emas, mana shu modelni tanlashim kerak? Tanlashingizga bitta sabablardan, asosiy katta sabablarni sanab o'taman. Trackerdan ancha kengroq, kattaroq va qulayliklarga ega. Misol uchun Trackerda 1.2 turbina motor bo'ladigan bo'lsa, bunda 1.5 turbina bilan jihozlangan. Ot kuchi bunda ko'proq, tortishlari ham ancha mo'shliroq bo'ladi. Yana bitta afzallik taraflari, bunda ходовой части независимая bo'ladi. 4 ta baloni alohida tushib chiqadi. Trackerda balka bo'ladi. O'shani hisobiga ham ancha yumshoqroq undan. Shahar ichida rasxodi qanaqa? Rasxodiga keladigan bo'lsak, bunda ham xuddi o'sha Julionga o'xshagan 6 ta rasxod qiladi shahar ichiga. Ekonomishli, bu Trackerdan ham kam yeydi. Diskalarini ko'raychi. Balonlarga keladigan bo'lsak, bunda ham boyagidaqa operatorimiz kelib ko'rsatsa bo'ladi. 18 quyma litiniy diska bo'ladi. Tormozlarimiz bunda ham ABS, ya'ni diskli tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak aka, bu hozir ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Bundan keyingi pozitsiyasida bunda eshik ruchkasi, bekituvchi do'stlari, tomda lyuklari bo'ladi. Lekin buni tushunishim bo'yicha Trackerdan ancha baland. Tracker mana shu yerdan keladi, bu cho'loq. Mana. Ruliga keladigan bo'lsak, rul yumshoq plastikdan jihozlangan bo'ladi. Multifunksionalni rul, elektronika, даже bunda orqasida Tiptroniklari ham bor. Bu ham start stop ekanda. Albatta aka, bu ham start stop bilan jihozlangan. Hozirgi kunda zaryadka ishlaydimi? Ikkinchi pozitsiyada emas, uchinchi pozitsiyada besprovodniy zaryadkalari bo'ladi. Bularda umumiy 3 ta pozitsiyadan iborat bo'ladi. Hech bo'lmasa bunga metan qo'ysa bo'lsa kerak. Yo'q, akajon, bunda metan qo'yib bo'lmaydi. Aytayman, boyagidaqa. O'zi ekonomichniy. 6 ta rasxod qiladi shahar ichiga, yoki propan yoki benzinda o'zi harakatlangan. Rasxodi kam ekan. Rasxodi kam, ekonomichniy bo'ladi. 4 porshinli motor germanskiy bo'ladi. 4 porshinli motor bo'ladi. Ko'pchilik buni o'ylaydi, zubchatli remen. Yo'q, bunda aslida tsep bo'ladi. Buni kondisionerlari ham baquvvat bo'lsa kerak. Kondisionerlari ham anchagina mo'shniy aka. Sideniya abagreiflari ham bor. Hozir bundan keyin 3-pozitsiyasida o'sha saloni kojani salon bilan jihozlangan bo'ladi. Unda funksiyalari ko'proq, lyuklari ham bo'ladi. Bu mashina ancha yumshoq bo'lsa kerak. Da, aka, mashina ancha yumshoq. Boya aytib o'tganimdek, ходовой часть независимый bo'ladi. Video davomida siz bilan bitta test drive ham qilib ko'ramiz. O'zingiz xolisona fikringizni aytasiz. Videoda uzoqlashmaymiz, test drive hali oldinda. Ketik bagajni ham ko'raylik. Yuring aka, siz bilan bagaj qismini ko'ramiz. Haval M6. Xuddi shunday, buni ham bak qismi 55 litr bo'ladi. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, qarang, orqa tarafi bunda ham anchagina chiroyli dizayn bilan jihozlangan, faralari LED optika bo'ladi. Orqa dvorniklari o'zini zadniy vid kamera, zadniy patroniklari bilan jihozlangan bo'ladi. Endi bagaj qismini ko'radigan bo'lsak, bagaj qismi ochilishini ham ko'rsangiz bo'ladi, anchagina katta. Bagaj qismi juda ham keng. Agar hozir buni sidrenlarni yotqizadigan bo'lsangiz, bitta kattakon xolodilnik ham ortga olsangiz bo'ladi. Rostdan ham orqasi katta ekan. Bagaj qismi 808 litr bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa zapaskalari, damkratlari o'zi bilan birgalikda bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak, Haval M6 onaxonlarimizga, xolajonlarimizga ham juda ham yarashar ekan. Ana bitta onaxon mashinani ko'ring. Xuddi shunday. To'lovlari haqida ma'lumot berib olsang. To'lov usullari bunda ham hozirgi kunda boya aytib o'tgandek naqd, рассрочка, avtokredit, lizing, перечисление bo'ladi. O'zlarining mashinasi bo'lsa, kredit xizmatlari ham mavjud. Endi рассрочкаga ko'pchilik qiziqyapti. Boshlang'ich 25%, ya'ni 62 million bilan, примерно bu dollarga chaqsak 5-5,5 atrofi bo'ladi.
18 oygacha rastrochkaga chiqarsangiz bo'ladi. 50% bilan 36 oygacha, 70% bilan 60 oygacha rastrochkalari bor. Agarda 100% to'lov amalga oshiradigan bo'lsa, 15 million so'mgacha chegirmalari mavjud. Lizingdan xavotir olmasa ham bo'ladi. Da, lizingda xavotir olmasa ham bo'ladi. Yana bir informatsiya aytib o'tishim kerak. Lizingda bunga 15%, ya'ni 48 million bilan bir kunda rasmiylashtirib olib chiqib ketsa bo'ladi. Bu 48 million ichiga nomer, texpasport hammasi ichiga kirib ketadi. Bu mashina buncha katta. Bu mashina Haval Dargo mashinasi off-road hisoblanadi. Endi siz bilan buni ham bir ko'rib tanishib chiqamiz. Modeli qanaqa edi? Buni toqqa chiqsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Haval Dargo modeli ham shaharbob, ham tog'li hududlarda bemalol haydasangiz bo'ladi. 4 tana g'ildiragi ham tortadi. Podveskalar ancha baland mashina. To'xta, ikkita ballonda yurib bo'lmaydimi buni? Bo'ladi. Shahar ichida harakatlanganingizda oldi ikkita g'ildiragini qo'shib, ekonomikroq rejimda yursangiz bo'ladi. Kam rasxod qiladi. Ballonlarni ko'rsangiz bo'ladi. Diskalar 18 quyma litnli diska bo'ladi. Yengil qotishmali, raznoshirok ancha katta ballonlar. Tormoz tizimi ABS, ya'ni diskli tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Keling, Hamid aka, ko'rib turganingizdek, bokovoy qismida 360 kameralari, slipovoy zonalari bor. Eshik ruchkasida bunda ham sensorni besuvchi dostuplar bor. Salon qismini ko'radigan bo'lsak, siz bilan o'zida bunda zavodskoy paroglari bilan jihozlangan. Bemalol chiqib ko'rsangiz bo'ladi. Ko'pchilik buni ko'chada qo'ydiradi. Bunda o'zida zavodskoy paroglari bor. Lekin bo'yim 183, где-то 180 sm bor ekan. Na, mashina anchagina podveskalari baland. O'tirib ko'rsam bo'ladi? Bemalol o'tirib ko'rsangiz bo'ladi. Salon qismi bilan tanishib chiqamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, rullari kojinli salon, multifunksiyonal rul elektronika bo'ladi. Orqada titroniklari ham mavjud. Saloni alkantara bilan kombinatsiya qilingan bo'ladi. Besprovodniy zaryadkalari ham mavjud. Qara, necha xil rejimda harakatlanadi? 7 xil rejimda harakatlanadi. Sport, eko, normal, qorli, tog'li, shunga o'xshash ko'plab funksiyalari bor. Hattoki bunda xolodilnik funksiyalari ham ega. Xolodilniklari ham bor. Bardachoklarni ochadigan bo'lsak, bu yerda xolodilnik bu? Bu yerda xolodilniklari ham mavjud. Boya aytib o'tganimdek, oldi-orqa ballonlarni qo'shib uchsangiz bo'ladi. Ekonomik shahar ichida harakatlanayotganingizda. Tomdagi panorama luklari ham mavjud aka. Hattoki haydovchining sideniyasida massaj funksiyasi ham ega. Massaj funksiyasi ham bor. Mazza qilar ekanlar buni menga odam, ha? Haydab ketayotgan odam charchoq bilmaydi, mazza qilib harakatlanib ketaveradi. Uzoq yo'lga ham, tog'li hududlarga ham. Bagaji ham keng bo'lsa kerak. Bagaji ham anchagina keng. Endi buni orqa qismini ko'ramiz. Orqa dizaynlariga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, orqa farallari LED optika bo'ladi. LED optika bilan jihozlangan, bamperlari ham anchagina mochni, orqa partroniklari ham bor, podveskalari anchagina baland. Ходовой части независимый bo'ladi. Bunda ham xuddi o'sha har bitta ballonni o'zi отдельно harakatlanib tushib chiqadi. Lekin orqa tarafda ancha derski ekan. Orqa taraf anchagina derski bo'ladi. Xuddi Range Roverlarga o'xshab. Mana bunda ham ko'rib tursiz, 4x4 ta privet ballonlari tortadi. Hammaga qiziq bo'lgan savol narxlar. Narxlari, qarang, bular umumiy ikkita paysadan iborat bo'ladi. 400 milliondan 430 million so'mgacha. Bunda ham xuddi shunaqa to'lov uslublari naqd, rassrochka, avtokredit, lizing, перечисление uslublari bunda ham mavjud. Rassrochkada bunda muddat kamroq edi. Hozir yangilik bo'ldi, 60 oygacha, ya'ni 25% dan 60 oygacha rassrochkalari ochildi. 25% to'lasangiz 18 oy, 50% to'lasangiz 36 oy, 70% to'lasangiz 60 oygacha rassrochkalari mavjud. Agarda 100% to'lov amalga oshiradigan bo'lsangiz, 10 million so'mgacha skidkalari bor. Lizingda 15%, ya'ni 74 million so'm bilan bir kunda xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Rasmiy daromadsiz umuman farqi yo'q. Qo'shimchasiga bonuslarni ham qo'shib beramiz birgalikda. Adashmasam, buni qorasi orqamizda turibdi. Yo'q, bu umuman boshqa model, Haval H9 bo'ladi. Bu undan ham kattaroq, funksiyalari ko'proq bo'ladi. Keling, buni ham siz bilan bitta ko'rib tanishib chiqamiz. Hamid aka, Haval oilasining eng katta krossoverlaridan bittasi Haval H9 modeli bo'ladi. Rangini ko'rib turibsiz, необычный ranglardan hisoblanadi, seriy matviy bo'ladi. Buni undan tashqari yana oq, qora, balotoy ranglari ham mavjud. Mijozlar talabiga qarab chiqazib beramiz. Bu ham 2 turbina motor bilan jihozlangan, polniy привод bo'ladi. Keling, salonni bitta ko'rishingiz mumkin. Salon ham необычный bo'ladi. Oranjevый bilan qora kombinatsiya ishlatilgan. Eng muhimi 7 kishilik bo'ladi. Bunda hamma funksiyalari ega. Yana bitta ma'lumot aytib o'tishim kerak. Buni boshlang'ich 8,5 ming dollar bilan ham xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Vaqtimiz chegaralanganligini hisobiga ushbu modelni to'liq obzorini keyingi videolarda ko'rsatamiz. Ungacha siz obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying, kolokol yoqish esdan chiqmasin. Endi bizda test drive. Umumiy Havalni 6 ta modeli bormi shunda? Ha, hozirgi kunda Havalda 6 ta modeli bor. Undan tashqari hech kimga aytmagan yana bir sirni sizga aytaman. Yaqin kunlarda yangi Haval H7, ya'ni gibrid varianti taqdimot marosimi bo'ladi. Birinchilardan bo'lib Haval Olmaliqda xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'rtoqlar, bu haqda ham video chiqaramiz. Birinchilardan bo'lib sizlar ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.
Hamdagi kamarlar, remenlar taqib olamiz aka, harakat davomida aka. Bemalol harakatlansak bo'ladi. Harakat davomida ko'rsangiz bo'ladi aka, mashina o'zini tutishlarini, yurishlarini. Bu o'sha trekerni raqobati deganim shumi? Bu o'sha, xuddi o'sha aynan 3-pozitsiyasi bo'ladi. Bu hozir material salon. Yana aytib o'tishim kerak, buni yangi restoranning varianti chiqdi. Unda salon kojinli bo'ladi. Lekin trekerni haydab ko'rganman, bu ancha yumshoq-ku trekerda. Ha. Yana bitta ma'lumot aytib o'tishim kerak. Hamid aka, hozir bunda balon davleniyasi 3 dan baland. 3 dan baland holatiga shunaqa yuribdi. Buni ertaga siz xarid qilib olganingizdan keyin balon davleniyasini 2.2 yoki 2.5 ga tushirib oladigan bo'lsangiz, bu yanada yumshoqroq yuradi. Sabab balon davleniyasi nimaga bunchalik baland bo'ladi? Balon diskaga o'tirish hisobini olgan holatda. Hozir razvorat quraman, bir tezligini ham ko'ramiz ha. Bemalol 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqadi bu mashina? 11 sekundda chiqadi 0 dan 100 gacha. Yaxshi, tortishlari yaxshi ekan. Mashina o'zini tutishlarini ko'ryapsiz. Tormozlari ABS tormoz bilan jihozlangan bo'ladi, disk. Haydovchisi boya aytib o'tganimdek, nezaviy bo'ladi. Hozir kunning issig'ida ko'chada adashmasam 40 dan ancha yuqori konditsionerlar ishlab muzdagina bo'lib turibdi. Konditsioner ham icebergga o'xshaydi ekan. Shunaqa konditsionerlari anchagina muzdek sog'atib turadi. Hozir mashinalar harakatidan keyin Hamid aka mashina bitta razborni ko'rasiz. Bo'ldi, tezligini ko'ramiz endi buni. Bo'ldi, bosib ko'ring aka. O'zi 60 dan oshirmaslik kerak, lekin siz qiziqqaningiz uchun aka sizga bitta bosishga imkoniyat beraman. Zo'r. 0 dan 100 gacha 11 sekundda chiqadi. 10 sekundda chiqib ketdi. 10 sekund shofyorga ham bog'liqda, bu yog'i odam haydashiga. Yaxshi. Hammaga nasib qilsin. Niyat qilib bitta like bosib qo'ying. Yo'q, bundan-da yaxshilari nasib qilsin. Bundan zo'rlari nasib qilsin. Moshinani ko'rib turibsiz, anchagina baland yuqorida harakatlanib ketyapti. Biroq treker yo'qda, o'sha bilan bitta sravniy qilib ko'rardik. O'lchab ko'rardik anaqalarni. Endi yo'l mobaynida chiqmadi. Shu yerdan qaytib olsak bo'ladi. Ana treker kelyapti. Treker kelyapti. Trekerdan ham ancha balandroq mashina hisoblanadi lekin. Trekerdan ancha baland sezilib turibdi o'zi. Captiva kelyapti, faraz qilishingiz uchun Captiva bilan teng hisoblanadi. Deyarli Captiva ekan. Maza qildim. Test drive'da o'zida ham bir odamlar oladi odam. Ощущениялari bir o'zgarar ekan. Menga yoqdi. Yumshoqligi ayniqsa, ancha yumshoq ekan. Yani o'zlaring qo'yib yuborasizlar endi hop. Bu yog'iga o'zimiz boshdan parolga qo'yamiz. Endi qarang, bu holatda bitta mana bu rishakda turgan parkovka holatini o'zini bossangiz, mashina avtomatik o'zini parkovka qiladi. Ruchnik ko'tarishingiz ham kerak. Mana qilish shart emas ekanmi? Parkovkasini uni bitta bossangiz bo'ldi. O'zi yetadi. Bu ruchnik ko'tarish shart emas, o'zi ruchnik avtomatik ko'tariladi. Zamonni deydi-ku. Videoni oxirigacha ko'rib, kuzatganingiz uchun barchangizga rahmat. Haval yangiliklari xudo xohlasa yana 1 hafta, 2 haftadan so'ng yangiliklari chiqadi. Barchangizga rahmat.